Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Olimjon akajonimiz bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Ha, xuddi shu. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Bezovta qilib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Ayni daqiqalarda sizga tilaklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilib turibman. Siz ushbu loyiha boshlovchisi Madina Bonu bilan g'oyibona suhbatlashib turibsiz. Rahmat. Minnatdorman, umringiz ziyoda bo'lsin. Avvalambor bugungiday go'zal kunlaringiz Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kunlaringiz muborak bo'lsin. To'lgan xayrli yoshlaringizga yana ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Hamisha mana shunday quvonchli kunlaringiz, baxtiyor lahzalaringiz davomiy bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat. O'zlaringizga niyatlarga yetdinglar. Minnatdorman. Ilohim bu dunyoda ko'rganingiz Ka'batulloh, oxiratlarda esa jannatlar nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz munosabati bilan bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham go'zal bo'lgan tabrik maktublar, dilnomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Bizning loyihamizga sizni qaysi bir yaqinlaringiz murojaat qilgan bo'lishlari mumkin. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Qizimdirda. Mashalloh, taxminlaringiz to'g'ri. Ayni daqiqalarda sizni umr yo'llarida hamrohingiz, sirdoshingiz, ahli ayolingiz Nilufarxon opa, o'g'illaringiz Abdulvoris aka, Abdumuttalib ukamiz, kelin qizingiz Mahliyoxon, nabiralaringiz Yasinaxon, Farzonaxon, Oyshaxon, Ominaxon, Mustafa qori nomlaridan yakka yagona qizalog'ingiz Dilafruzxon opamiz tabriklamoqdalar. Rahmat. Ro'za bo'lsin qizimga. Ilohim, endi esa ruxsatingiz bilan qizingizni siz uchun atalgan tabrik xatlari, dilnomalari bor ekan, o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Diqqat qilasiz. Assalomu alaykum, mehribonim, davlatim, dadajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh taolo sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, qalbingizga xotirjamlik va xonadoningizga fayz, baraka ato etsin. Siz bizning suyanchig'imiz, duogo'yimiz, boshimizdagi soyabonimizsiz. Har bir qilgan mehnatingiz, chekkan zahmatingiz uchun Allohimning o'zi sizdan rozi bo'lsin. Qadamlaringizdan baraka, so'zlaringizdan hikmat arimasin. Onajonim bilan birga doimo sog', salomat, baxtli va ahil bo'lib yuringlar. Ikkovingizning mehr muhabbatingiz biz farzandlarga ibrat bo'lib kelsin. Eng katta niyatim Alloh sizlarni onajonim bilan birga muqaddas haj ziyoratiga borishni nasib qilsin. Ka'batullohni tavof qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida sajda qilish baxti sizlarga muyassar bo'lsin. Duolaringiz ijobat, ibodatlaringiz qabul bo'lsin dadajonim. Har doim duoyingiz biz bilan bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ro'zg'or dardin bilmadim, tashvishim o'yin ekan, kech bo'lsa ham angladim, dadamga qiyin ekan. Sira yayrab yurmagan, yangi kiyim kiymagan, o'ziga dam bermagan, dadamga qiyin ekan. Pul so'rashni bilganman, hatto talab qilganman, o'ynab, kulib yurganman, dadamga qiyin ekan. Faqat bizni o'ylagan, mehnat qilib tinmagan, birovdan kam qilmagan, dadamga qiyin ekan. Ko'zimga yoshlar to'lar, yaxshiyam bordir ular, quchoqlab olgim kelar, dadamga qiyin ekan deya go'zal bo'lgan tabrik maktublarini qoldirgan ekanlar. Sizning ham yaqinlaringiz uchun, qizlaringiz uchun yuragingizda bo'lgan, ayta olmagan dil izhorlaringiz, samimiy tilak va duolaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Ilohim majburlarim bor, havasini ko'rib, chiroyli olib yashaydi, ularni baxtiga, ularni Sizlarga dillaringda orzular maqsad bo'lsa, ilohim sizlar ham maqsadga yetinglar. Ilohim. Elimiz yurtimiz mahalda ko'yimiz tinch bo'lsin, osmon musaffo bo'lsin, balo qazolardan bizdan saqlasin. Ilohim imkon bersin. Nega dilimiz orzu maqsadni omadimiz bersin, rahmat deyman. Ilohim akajonim, bildirgan ezgu duolaringiz, samimiy tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Hozirda siz bilan suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Tez orada yaqinlaringiz ham suhbatimiz guvohi bo'ladilar. Siz uchun atalgan tabriklar va dilnomalarni yetkazganimizdan xursandmiz. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Qalbingizga quvonch, xonadoningizga fayz, baraka ato etsin. Vaqtingizni ajratib bizni tinglaganingiz uchun minnatdormiz. Umringiz mazmunli, kunlaringiz iymon va shukronalik bilan o'tsin. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.
Uni har kun aytaman dada, borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada, og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim, siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.